Uyingizni tashqi devori notekismi? Sho'rdan, yoriqlardan ko'rimsiz holga kelib qoldimi? Yoki eski uyingizni yangidek qilib ta'mirlatishni rejalashtiryapsizmi? Bizda bunga yechim bor. Sizga fasad plitkalar o'rnatish xizmatini taklif qilamiz. Bizda fasad plitkalarni ko'plab turlari va barcha ranglaridan bor. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib o'rnatib beriladi. Xizmatlar sizni qiziqtirsa, ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, fasad plitkalari nafaqat sizga uzoq yil xizmat qiladi, balki yuvgandan keyin yana yangiday ko'rinishga ega bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Tasnim agentligining axborotiga ko'ra, Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Kolibov o'z bayonotida Washingtonga Tehronni yangi harbiy to'qnashuvdan oldingi oxirgi shartini ma'lum qilgan. Kolibovga ko'ra, Tehron dengiz blokadasi bekor qilinsa, jahon iqtisodiyotini qo'lga olish operatsiyasiga nuqta qo'yilsa, shuningdek, sionistlarni barcha frontlardagi tajovuzi to'xtatilsagina Hormuz bo'g'ozini ochishi mumkin. Harbiy tajovuz orqali Qo'shma Shtatlar ham Isroil ham o'z maqsadiga erisha olmadi. Qo'rqitish bilan ham natijaga erishilmaydi. Yagona yo'l Muhammad Boqir Kolibovga ko'ra Eron xalqi huquqlarini tan olishdir va Amerika Qo'shma Shtatlari hududdan o'z qo'shinlarini butunlay olib ketsa, Tehron Hormuz bo'g'ozini ochadi. Bu esa ayni paytda bir barrelning narxi $108 ko'tarilgan neft narxini yana ilgarigi holga qaytishiga, shu bilan birga dunyo neft bozorini normallashishiga olib keladi. Kolibovning yakuniy talabiga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlari Eron Islom Respublikasining huquq va erkinliklarini jahon miqyosida tan olish kerak va faqat shundagina bu to'qnashuv va taqiqlarga nuqta qo'yish mumkin. Aks holda Yaqin Sharq yangi yirik to'qnashuvni guvohi bo'ladi va bu safargi to'qnashuvda Qo'shma Shtatlar o'zini minglab askarlaridan ayrilishi mumkin. To'g'rirog'i, bu safar Eron rahim shafqat chegaralarini unutadi. Bu Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Kolibovni Trampga yo'llagan Eronning talablari edi. Eslatib o'tamiz, South China Morning Post agentligining axborotiga ko'ra, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Qo'shma Shtatlarni Yaqin Sharq mintaqasida doimiy o't ochishni to'xtatishni ta'minlashga chaqirdi. Bu bayonot Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning sulhni uzaytirish qarori fonida berildi. Nashrga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida haqiqiy tinchlikka erishish uchun barcha ishtirokchi kuchlarni sa'y harakatlarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Shu bilan birga Pekin Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy dengiz kuchlari Eronning raketaviy dasturi uchun mo'ljallangan Xitoy kimyoviy moddalarni olib ketayotgan kemani ushlab qolgani haqidagi ma'lumotlarni qat'iy rad etdi. Xitoy tomoniga ko'ra, ushbu yukka Xitoy Xalq Respublikasining hech qanday aloqasi yo'q. Ayni paytda xitoylik ekspertlar amerikaliklar va eronliklar o'rtasidagi muzokaralarning asosiy mavzusi Hormuz bo'g'ozi ekanini aytmoqda. Qolaversa, Eron Amerika Qo'shma Shtatlariga ishonmaydi va o'zini zaif qilib ko'rsatishni istamaydi. Ehtimol muzokaralarga qaytishdan oldin tomonlar bir-birini qizil chiziqlarini sinab ko'rish ham mumkin. Bu esa tomonlarning haqiqiy rejalari va istaklarini yuzaga chiqaradi. Al-Haddad agentligining xabar berishicha, Qatar Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Majid Al-Ansoriy 23-aprel kuni jahon hamjamiyati Hormuz bo'g'ozida kemalar harakati erkinligini ta'minlash uchun to'liq javobgar ekanini ma'lum qilgan. Uni ogohlantirishicha, bo'g'ozda kemalar qatnovi buzilishi, energetika bozoridagi muammolar tufayli Yaqin Sharqdagi inqirozni global miqyosga olib chiqishi mumkin. Majid Al-Ansoriy shuningdek, Qatar bo'g'ozidagi kemalar harakati masalasida barcha tegishli tomonlar bilan doimiy aloqada ekanini aytgan. U yana Pokistonni Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi urushni to'xtatish bo'yicha muloqotini qayta tiklashga qaratilgan vositachilik sa'y harakatlarini to'liq qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Endi Ukraina bilan bog'liq yangiliklarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Union agentligining xabar berishicha, Vladimir Zelenskiy o'zini 23-aprel kungi bayonotida havo mudofaa tizimlari zaxiralari istalgan paytda tugab qolishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytgan. Uni ta'kidlashicha, Rossiyaning hujumlari shiddati yuqori bo'lgani sababli havo hujumidan mudofaa zaxiralari istalgan vaqtda tugab qolishi mumkin. Zelenskiy Ukrainada Geran turidagi dronlarni yo'q qilish uchun
barcha imkoniyatlar mavjudligini, ammo Patriot tizimi uchun raketalar yetishmayotganini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat o'z ishlab chiqarishini kengaytiradi va buni Yevropa hamkorlari bilan birgalikda amalga oshiradi. Zelenskiyga ko'ra bu yil qish juda og'ir o'tdi, ammo hozir frontdagi vaziyat so'nggi 10 oyga nisbatan yaxshiroq. Zelenskiyning aytishicha, harbiy xizmatchilar charchagan, ammo jangovar ruh yuqori bo'lib qolmoqda va Kiyev taslim bo'lmoqchi emas. Eslatib o'tamiz, Euronews agentligining ma'lumotiga ko'ra, Kiyevga ajratilgan 86,7 milliard yevro va Yevropa ittifoqi tomonidan blokdan chiqarilgan kredit doirasida taqdim etiladigan qo'shimcha 28,3 milliard yevro hisobga olingan taqdirda ham Ukraina 19,6 milliard yevro miqdordagi mudofaa byudjeti taqchilligiga duch keladi. Shu bois Ukraina tomoni mavjud 115 milliard yevrolik yordamga qaramay qo'shimcha moliyaviy qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj bildirmoqda. Bu degani Kiyevga hali juda katta miqdorda pul kerak bo'ladi va pul endi faqat va faqat Yevropaning teshilib ketgan cho'ntagidan chiqadi degan gapdir. Aytgancha, La Parisien agentligining xabariga ko'ra, 24 aprel kuni Emmanuel Macron Gretsiyaga tashrif buyuradi va u yerda 43 ta Mirage 2000 qiruvchi samolyotini, shu jumladan 24 ta Mirage 2005 va xizmatdan chiqarilgan 19 ta Mirage 2000 hamda barcha ehtiyot qismlarini shunga mos miqdordagi Rafael samolyotlariga arzonlashtirilgan narxda almashtirishni taklif qilmoqchi. Macronning rejasiga ko'ra, ushbu bitim natijasida olingan samolyotlar Ukrainaning Rossiyaga qarshi kurashida foydalanish uchun topshiriladi. Bundan tashqari, Handelsblatt agentligining ochiqlashicha, Belgiya Ukrainaga qo'shimcha 1 milliard yevrolik harbiy yordam paketi doirasida yana 15 ta Gepard o'ziyurar zenit qurilmasini sotib olib topshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu qurilmalar avval Land System'ga tegishli bo'lib, ular Ukraina qurolli kuchlariga berilmasdan oldin to'liq modernizatsiyadan o'tkaziladi. Bir so'z bilan aytganda, Bryusselning rejasida Ukraina frontini bu yaqin yillarda yopish yo'q. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.